Kichkinaligimda men orzu qilgan detskiy xona endi qizlarimda bor. Xonamizning oldingi ko'rinishi shunaqa edi, o'zimiz byudjetni remont qildik. O'zim Turkiya va Xitoydan hamma narsani zakaz qildim. Turkiyada maxsus devor uchun shunaqa quyonchali nakolkalar zakaz qildim va yopishtirib chiqdim. Pardani ham Turkiyadan zakaz qildim, atigi 800 mingga tushdi. O'zimizdan so'raganimda $100-$150 tushadi deyishgandi, lekin bu nisbati ancha zo'r keldi. Va men juda kutgan narsam bu qizlarimning ismi tushirilgan pokrivallar. Bular ham shunaqa sifati zo'r keldi. Sirazi solib qo'ydim, juda ham chiroyli turdi. Sizlar ham xuddi shunaqa bolajonlarning ismi yozilgan pokrivalni olishga xohlasanglar, menga yozaverasizlar. Bunaqa chiroyli mebellarni esa o'zimizdan zakaz qildim, profil qoldiraman. Va eng oxirgi ishtiroklar ro'zg'or bo'lishchali soat va eshik uchun shunaqa asal yurachalar. Bunaqa go'zallikni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Videodagi hamma narsani o'zim birinchi qo'l zakaz qilaman. Sizlarga yoqqan narsa bo'lsa bemalol yozaverasizlar. Niyat qilib qo'yganlar bitta layk bosib qo'yinglar. Sizlarga bundan ham zo'r nasib qilsin. Qizlarimga ham xona juda ham yoqdi.